Смотрите, девочки, tonus o'zi nima deb ko'pchiliginglar so'raysizlar-da. Mana hozir men sizlarga ekranda ko'rsatmoqchiman. Aynan tonus qanaqa ko'rinadi sizlar bu yerga borganinglarda. Вот смотрите. Oldingi devorda fragmentarniy утолщенный qalinlashgan uchastik bor. Bu mittivoychamiz mana 12 haftalik mittivoy, 5-6 santimetrlik. Oyjonisi bel sohasida va chanoq sohasida og'riqlar bezovta qilayotgani uchun kelganlar va ko'rganimizda fragmentarniy tonus aniqlangan. Buni sababi mana aynan shu patsientimizning holatida kuchli toksikoz, doimiy qusish, doimiy ko'ngil aynishi, qayd qilish holatlari mana shunaqa tonuslarni yuzaga keltiradi. O'shaning uchun qizlar 1-2 trimestrda albatta tonusni davolashdan avval toksikozni davolanglar. Ana o'shanda sizlarga даже hojat qolmaydi tonusni davolashga. Sababi sizlar boya aytganimdek, sababini bartaraf qilayotgan bo'lasizlar, asl sababini.